Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugun mana sanamiz 26-yil 1-mart sanasi. Mana shunday bir video qo'yamiz edi o'zi. Bugun mavzumiz ochiq maydonda ishlar boshlandi. Ochiq maydonga bog'liq, ochiq maydonda qurbonlar holati. O'sha ko'rsatib, ochiq maydonda nima ishlar qilinadi birinchi, o'shalarni aytib o'tamiz. Qani bo'lsa boshladik. Mana ochiq maydonda qurbonlarimiz holati bilan klerda qurbonlar. Hammasi yangi bag qolyapti. Mana shular hammasi yangi bag. 1-martgacha chiqargan baglari mana bular, mana unchalari mana. Eski baglarni olib tashlanyapti mana. Vaqt oz qolganligi uchun tezda video chiqaryapmiz. Vaqt oz qoldi. Tezroq dehqonlar harakat qilib qolsin, otni qamchilab qolsin degan maqsadda. Ular klerli tozalov vaqt joydan ketyapti. Tozalab akkuratni qilib olib, hammani havasga tegib chiqarsak bo'ladi, lekin unda ozgina kechib qoladi mana. Klerli qulpunaylarim. Hammasi unchada. Mana tozalanmagan holda ko'rsatib o'tay, mana tozalanmagan holda. Mana eski baglar mana ular mana. Chiqarib turgan baglar hammasi yangi baglar. Hammasi unchada. Nima ish qilindi? Bir hafta oldin suv berildi. Suv berildi bir hafta oldin. Endi bagini tozalab, antistress sepiladi. Ular mana koreyskiy solxyan. Ochiq dalada mana. O'g'inchada 1-mart kunida ochiq maydon dala mana, mana ochiq. Mana shu yerda holati. Har bittasi o'g'inchada. Ular qishda uxlashdan oldin qolib ketgan o'g'inchalar emas bular, yangi o'g'inchalar bular. Bir hafta oldin suv berildi. Yangi baglar, mana eski baglar ko'p bo'lsa tozalash kerak. Tozalash ishlari boshlandi mana. Har bittasi g'unchada. Gulda. Mana. Yangi g'uncha, yangi bag mana eski qolib ketgan nima emas, yangi gul. Gapi isbot bilan deydi-yu. Eski qolib ketgan gul emas. O'tgan yilda qolib ketgan, salqinda qolgan turgan narsa emas bu. Xo'p, endi tozalab olganimizdan keyin xudo xolasa bitta antistress sepamiz. Antistress aminak tarkibida aminak kislota bo'ladi. Endi nomi har xil. Izabion bor, Izabella bor, Benefit bor, Aminostin bor. Har xil. Nima qaysi birini topsangiz antistress sepiladi. 10 litrga 20 gram me'yor beriladi. Biz 20 gram sepmaymiz-da, 10 litrga 15 gram qilamizda, keyin 5 gramiga Leonardit qo'shib sepamiz. Leonardit baglar yozadi. Mana baglar yozib, katta ularni kichkina turgan baglar katta yozib yurishiga sababchi bo'ladi. Orqasidan suvni beramiz. Ular hammasi tomchilab sug'orish. Tomchilab sug'orish ham hech qanday bochka yo'q. Mana. Hech qanday bochka yo'q. Bochka qo'yilmaydi ham. Endi ko'chatxonamiz, jachilarimiz turadi. Shunda kranlik suv, arzon suvi tashlamasi bor. Katta arzon tashlama suvidan olamiz. Ya'ni ortiq suv sovuq qo'ymaymiz, faqat tashlamaga suv yuqori qaytib ketmasinga ochib qo'yilgan joylar. O'shandan suv ichadi. Ular hammasi ko'chatlar, matchni ko'chatlar. Ularni ham ko'rsatamiz vaqti kelganda. Hozir mavzumiz bu emas. Hozirgi mavzumiz qo'lpaylarda qilinadigan birinchi ishlar, bahorda qilinadigan. Ular mana solxyanlar mana. Bular ham
Narigi tomonga 1 hafta oldin suv bergan bo'lsam, bu tomonga 3 kun oldin suv berdim mana. 3 kunlik natijalar mana o'sha. Hammasi yangi barg. Eskilar o'zi alohida bo'ladi, bilasizlar. Ularda hammasi yangi barg. Ular mana qish bilan uxlagan barg bular. Mana keyingi barglar mana. O'zi ajab turibdi, qizarib, tana qizargani bor, tanasi oqishi bor mana. Yangi barg, yangi gurshoda. Gurshoda ham yangi barglar orasida chiqyapti. Yangi. Hech qanday tagidan ozuqa yemaydi. Bochka qo'shib bergan ozuqasi yo'q. Shundoq sudlanadi bo'ldi. Hammasi koreyskiy. Bitta tozalab bo'lgandan keyin alohida bo'lib chiqadi bular ham. Tozalovdan keyin boshqa bir yana video qilamiz. Hop. Nima demoqchiman? Akalar. Ukalar. Dehqonlar, dehqon akalar. 1 haftalik vaqt. 1 haftalik. Oldinroq, ertaroq chiqarish uchun 1 hafta vaqt qoldi. Hop, bizda oddiyda bilasizlar, qulupnay ko'p ekiladi. Oddiy sortlar qilganlarni kecha dalancha kirmadim. Yonida turib to'xtab ko'rdim, to'xtatib olib ko'rdim, mashina to'xtatib olib, mashina turib ko'rdim. Atayin ko'rdim, holat qandoq. Keyin shu holga xulosaga keldim. Holat shunaqangi, yangi barg yo'q. Hali oddiy qulupnayda yangi barg yo'q, chunki hali biron marta suv ichmagan, na biron marta antistress boshqa bir ozuqa yemagan bargidan. Suvni beringlar. Videoni ko'rgan bo'lsalaring, dehqonlarga jo'natib qo'yinglar. O'zlaring tanigan bilgan dehqonlarga jo'natib qo'yinglar. Yaxshiroq foyda qilsin, yaxshi daromad qilsin. Maqsad shu xolos. Bizdan videoni chiqarishimizdan maqsad shu. Bizni videomizni ko'rgan odam yaxshiroq daromad qilsa, biz shunga xursandmiz. Bizdan berib turgan ozmi ko'p ma'lumotlarimizdan oldinroq, xalqdan ko'ra oldinroq chiqarib olib, shundan foydalanib, sal 1 so'm ko'proq daromad qilib, xonadoniga 4 ta issiqxonani vaqtroq olib kirsa, dehqon odam. Shunga xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.